Terma jamoamizga jahon chempionatida kimlar raqib bo'lishi deyarli aniq. 5-dekabr kuni jahon chempionati 2026 musobaqasi uchun qur'a tashlash marosimi bo'lib o'tadi. Kapadzemi yo'q, Kannavaromi yo'q deb turgan O'zbekiston milliy terma jamoasi qur'a tashlash marosimida 3-savatchadan joy oladigan bo'ldi. Biz bilan birga 3-savatchadan jahon chempionatiga yo'llanmani qo'lga kiritishga ulgurgan Jazoir, Paragvay, Tunis, Kodivar, Qatar terma jamoalari joy olishgan. Qolgan jamoalar hali ham 2-savatga ko'tarilishi yoki 4-savatga tushib ketish ehtimoliga ega. Yana ham qolgan jamoalar noyabr oyidagi yangilangan FIFA reytingi asosida qaysi savatchadan joy olishi ma'lum bo'ladi. Menimcha guruhdan chiqish uchun yaxshi jamoalar bizni kutmoqda. Siz nima deb o'ylaysiz? Jahon chempionatidagi natijamiz qanday bo'ladi yo marojniy qaytamizmi? Guruhdan chiqaylik oma. Abdulla Qahhor yutganda bahor xullas. Like, komment bosaverish kerak. Axir 30 mingta like yig'sak, sehrli qatboqchani kiyib olib terma jamoamizga o'yinda yordam beraman.